Assalomu alaykum sinfdoshlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamay. Gruppaga kirasizlar-u, yozmay chiqib ketasizlar. Kirgandan keyin yozish kerak, sinfdosh. Telegramda grup ochgandan keyin 15 kishimi, 12 kishimi yoki 10 kishimi gruppa bo'ladi-yu. Shu gruppada 3-4 kishi yozadi, qolganlari yozmaydi. Hali 3-4 tasi aytadi. Nega bu sinfdoshimiz kirib chiqib ketadi-yu, yozmaydi deydi. Ha, sinfdosh, men sizga savolingizga javob beraman bugun. Bilasizmi nima uchun? Bu sinfdoshimiz bola chaqam deb, oilam deb kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay ishlab yuribdi-da. Yozda issig'i demay, qishda sovug'i demay, qahraton qish deb oilam deb ishlayapti-da. Biz undan xafa bo'lishimiz shart emas. O'zi nima uchun xafa bo'lamiz? Yozmasa. Haqqimiz ham yo'q xafa bo'lishga. Chunki sinfdosh ertalab chiqib ketadi. Kechki shomdan keyin yoki 10-11 kechasi kirib keladi uyga, charchab. Zo'r ovqatini yeb balkim. O'shani ham yemasdir. Charchagandan uxlab qoladi. Ertalab yana saharlab chiqib ketadi. Chunki bola chaqa boqyapti-da. Unda vaqt yo'q. Vaqt yetarli emasdir. Biz nimaga xafa bo'lishimiz kerak? Bizni xafa bo'lishga haqqimiz yo'q. Vaqtdan umumli foydalanishimiz kerak-da biz aslida. Shunaqa gaplar sinfdoshlarim. Xafa bo'lmaylar. O'zlaring qilasizlar. Charchamayapsizlarmi? Bir kun kelib biz ham yig'ilamiz. Faqat qachon deysizmi? Ha, sizga aytayapman. Ey sinfdoshim. Chin sinfdoshimiz qiyomatda yig'ilishimiz mumkin. Bir vaqtlar daftar so'yganman, bir vaqtlar ruchka so'yganman. Ha, o'rniga ruchka olib beraman deb, o'rniga daftar olib beraman deb kitob so'ygandirman. Yo'qotgan joyim bor. Qaytara olmagan joyim bor. Kurtkam yo'q paytida kurtka so'yganman. Qiyomat qayerda, uni badalini to'lash kerak. Biz uchun yashashamiz. Shunaqa sinfdoshlar.